Qorin o'rtasining toq visseral tarmoqlari. 3 ta asosiy visseral tarmoq bor. Birinchisi truncus ciliacus, quyosh chigali ham deb ataladi va ikkinchi tarmog'i esa arteria mesenterica superior va arteria mesenterica inferior tarmoqlari. Bularni oson mnemonik yodlab qolishimiz mumkin. Mana ichki organlarni tasavvur qilinglar. Yuqoridan pastga kelganda 12 barmoqli ichakning yuqorigi yarmigacha bo'lgan sohani hammasini truncus ciliacus qon bilan ta'minlaydi. O'sha 12 barmoq ichakning pastga qolgan qismidan to ko'ndalang yog'on ichakning 3 dan 2 qismigacha bo'lgan oraliqdagi barcha a'zolarni esa hamda o'ng tarafdagi qismlarni esa arteria mesenterica superior. Qolgan ko'ndalang yog'on ichakning qolgan 3 dan 1 qismi, ya'ni descendant tushuvchi qismidan qolgan chap tarafni esa arteria mesenterica inferior qon bilan ta'minlaydi. Endi ularni har birini ko'rib chiqamiz. Birinchisi truncus ciliacus. 3 tarmoq hosil qiladi. Birinchisi arteria gastrica sinistra, hepatica communis va splenik tarmoqlari hisoblanadi va bu yerda birinchisi gastrica sinistra tarmog'i oshqozon qarab ketyapti, jigarga tomon arteria hepatica communis va taloqqa qarab arteria splenika tarmog'i yo'l oladi. Ularni har birini ko'rib chiqamiz va o'sha biz birinchi chiqargan tarmog'imiz arteria gastrica sinistra bo'lib, bu to'g'ridan to'g'ri o'sha qorin poyasidan chiqadida kichik egrilik tomonni oshqozonni yo'nalib, o'sha tomonni qon bilan ta'minlaydi hamda kichik charbini qon bilan ta'minlaydi va o'ziga o'xshagan tarmoq o'ng tarafdan keladigan arteria gastrica dextra bilan anastomoz hosil qiladi. Va keyingisi esa arteria hepatica communis tarmog'i o'ng tarafga jigar tomonga yo'naladida va u yuqoriga yo'nalgan tomoni arteria hepatica propria deb ataladida, jigarni ichkariga kirganda ikkita shox hosil qiladi. O'ng tarafga qarab ramus dexter, chap tarafga qarab ramus sinister tarmog'ini hosil qilib, jigar bo'laklariga tomon o'tib, u yerni qon bilan ta'minlaydi. Hamda o'ng tarmog'idan o't pufayga qarab ketadigan tarmog'i arteria cistica tarmog'idan iborat bo'ladi va aynan o'sha arteria hepatica propriadan arteria gastrica dextra tarmog'i, oshqozonning kichik egriligini mana o'ng tarafdan ta'minlaydigan tarmog'i chiqyapti. Ular anastomoz hosil qiladi. Ikkinchi tarmog'i esa arteria gastroduodenalis tarmog'i bo'ladi. Mana pastga yo'nalyapti u. Pastga yo'nalganda ular bir qancha tarmoqlar hosil qiladi. Birinchi tarmog'i arteria gastroamentalis bo'lib, bu oshqozonning katta egriligi tomon yo'naladida, katta egrilik tomondan yo'nalib, arteria splenikini taloq arteriyasidan chiquvchi xuddi o'ziga o'xshagan arteria gastroamentalis sinistra bilan anastomoz hosil qiladi. Uni keyinroq yana qaytib anastomozni ko'rsataman. Keyingi tarmoq esa arteria pancreatica duodenalis superior anterior va tarmoq tushib kelyapti. Ikkinchisi arteria pancreatica duodenalis superior posterior tarmog'i bo'ladi. Ular xuddi shu pastdan arteria mesenterica superiordan chiquvchi tarmoqlar bilan qo'shiladi, anastomoz hosil qiladi. Juda sodda. Endi arteria splenika taloqlarga ketuvchi tarmoqlar haqida gaplashamiz. Xo'p, u chiqqandan so'ng taloq tomonga yo'naladi, bir qancha tarmoqlar beradi. Birinchisi rami pankreatika, ya'ni oshqozon osti bezining tanasi hamda dum qismini qon bilan ta'minlaydi va oshqozonning orqa qismini qon bilan ta'minlovchi tarmoq arteria gastrica posterior tarmog'ini ham chiqaradi va bu oshqozonning orqa tomoniga yo'naladi. Keyingisi esa arteria gastrica brevis, ya'ni qisqa oshqozon arteriyalari va bu oshqozonning tub qismiga tarmoq beradi. Tub qismiga tarmoq beradi va oxirgisi esa arteria gastroamentalis sinistra tarmog'i bo'lib, mana boya gaplashgan mana sinistra dextra hamda sinistra tarmoqlari bir-biri bilan anastomoz hosil qiladi. Endi arteria mesenterica superior haqida gaplashamiz. Birinchi bel umurtqasidan chiqadida asosiy juda ko'p tarmoqlar beradi. Birinchi tarmog'i arteria pancreatica duodenalis inferior anterior hamda posterior tarmoqlari bor. Buni biz boya gaplashdik. Mana bu qismda mana posterior va anterior tarmog'i arteria pancreatica duodenalis superior anterior
va superior posterior tarmoqlar bilan anastomoz hosil qiladi. Keyingi tarmog'i arteriya yeyunalis ochichakka tarmoq beradi. Yonbosh ichakka arteriya ilialis va arteriya iliokolika tarmog'i bor va undan ikkita tarmoq chiqadi. Ko'rchak uning chuvalchasi o'simtasiga tarmoq beruvchi arteriya appendicularis tarmog'i. Buni keyingi rasmda mana appendicularis tarmog'i bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Keyingisi esa arteriya cecalis anterior va arteriya cecalis posterior tarmog'i, ko'rchak arteriyalari. Hop, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana oldingi tarafdan hamda orqa tarafdan ham tarmoq beradi. Endi arteriya kolika dextra biz bilgan o'sha arteriya kolika dextra tarmog'i va arteriya kolika media tarmog'i beradi. Va ular o'z navbatida o'sha ko'tariluvchi dextra tarmog'i ko'tariluvchi chambarchakni qon bilan ta'minlasa, media tarmoq esa ko'ndalang chambarchakni qon bilan ta'minlaydi. Va oxirgi arteriyamiz bizda arteriya mezenterika inferior bo'lib, 3-bel umurtqasida chiqadida asosiy 3 ta tarmoq beradi. Birinchisi arteriya kolika sinistra tarmog'i yuqorida va bu media tarmog'i bilan qo'shiladi. Anastomoz hosil qiladi. Ikkinchisi esa arteriya sigmoidia tarmog'i bo'lib, u 2-4 ta arteriyalar chiqadida, asosan sigmosimon ichakni qon bilan ta'minlashda qatnashadi va oxirgi tarmog'i esa arteriya rectalis superior, rektumning yuqorgi qismini qon bilan ta'minlaydi. Va bu yerda ham ko'rilgan mana arteriya kolika sinistra tarmog'i, sigmoidia tarmog'i va rectalis tarmog'ini ko'rishimiz mumkin.